Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Yashilmasgan kanal obunachilari, aziz yurtdoshlar, aziz dehqonlar, charchab qolmayapsizlarmi? So'lida bardam baquvvat. Alloh hamma dehqonchilikka Alloh baraka bersin. Xudo xolisi 2026-yil 27-iyul holatiga inshaalloh mana o'sha maqtagan hammaga tavsiya qilayotganimiz italyanskiy Jussi Aleksandra sortlarimizni Xudo xolisi mana 48 talik kasetada qildik. 25 kunlik ko'chatlarimizning holati mana. O'sha ildizli sekin chiqishni boshladi. Agrovolokno yozilgan bu o'tgan ildiz o'tib ketmasligi uchun. Mana holat buloqda xolisi hali boquvdi, endi boquv boshlanadi. Xo'p, mana bittasini olib ko'radigan bo'lsak ham, u ildizda o'tib ketgan xudo xolisi mana. Holat ko'ryapsizlar. Ideal. Ideal holatda mana ko'chatlarimizni. Kokos torf perlitlada xudo xolisi kim murojaat qilmoqchi bo'lsa, mana yana bittasini oladigan bo'lsak ham ildizli xudo xolisi pate. Ko'rayotganlarda ideal holatda kimga kerak bo'lsa, xudo xolisi ob'yom bor, bemalol murojaat qilaverasizlar. Like bilan podpisatsiya bosib qo'yishni unutmanglar. Inshaalloh yengilliklar oldinda.